The Dubbing eng so'nggi animelar. Tonyroqqa yor. Uzoq ketib qolding, ahmoq. Hoy, Yali, to'g'ri tursang-chi. Axir sen meni xizmatkorimsan, to'g'rimi? Albatta. Men unga hech ham yetolmayapman, chunki seni bo'ying past. Unda meni yelkamga oyog'ingiz bilan chiqib ko'ring. Ha, bu yaxshi fikr. Lekin yiqilib ketsam boshingni olaman. Uni tushirib yuborishimga hozir bir baqiya qoldi. Biroz balandlatib tur. Mayli. Mana oldi. Voy, buncha bemasa. Axir baland daraxtlarda o'sgan mevalar nordon bo'ladi deyishadi-ku. Shoshmachi, uni yeb bo'lmasligini bilganmiding? Qanaqasiga? Gapingni qaytar. Yo'q, xonim, bilmasdim. Mayli. Palpatsiya mevasini yeb og'zimni tozalashni istayman. Bozordan olib kel. Xo'p bo'ladi. Bu havo kemasi. Nima ahmoqmisan? Sehrli kemani ko'rmaganmisan? Sehrli kema. Yelolmas aytgan ba'zi sehrli toshlar bilan ishlaydigan asboblarni ko'rganman. Masalan, soat va chiroqlar, lekin bunchalik narsani. Tugatsang bozorda ko'rishguncha, maylimi? Yaxshi uxladim. Bu avvalgi uxlashlarimdan umuman farq qiladi. Mana shunday bo'ladi. Unda boshladik. Avval nonushta. Xayrli tong, Alen. Xayrli tong, janob bosh xizmatkor. Menga shuncha kerak kel deb murojaat qil. Mayli. Xo'sh, xonim Cecilia bilan yaxshi chiqishib ketyapsanmi? Bu biroz tushunarli. Uni ohangidan achinishni his qilish mumkin. Xo'sh, bu xizmatkorning hayoti. Agar faqat sen zal bola bo'lganingda, u bunchalik ko'p talab qilmasdi. Haligi men so'ramoqchi edim. Zal bola va xizmatkor o'rtasida qanday farq bor? Hali hech kim senga aytmadimi? Yuqori martabali xizmatkorlarga quyidagilar kiradi: bosh xizmatkor, uy bekasi, xizmatkor, xonimning hamrohi va bosh oshpaz. Va quyi martabali xizmatkorlar haydovchi, oshpaz, bog'bon, xizmatkor, uy bekasi. Bularning barchasi rasman oila a'zosi hisoblanadi. Ammo holboylar vaqti bilan yordam berganligi uchun rasman oila a'zosi hisoblanmaydi. To'xtang, oila? Qullar oila a'zosi bo'ladimi? Ha, albatta. Voy xudoyim, otam nega shunchalik yig'laganini endi tushundim. Barom meni oila a'zosi sifatida qabul qilishga yetarlicha saxiy edi. Men bundan minnatdor bo'lishim kerak. Biz qullar yeydigan oddiy taomlardan ajablanmagan edim. Lekin zodagonlarniki ham unchalik farq qilmas ekan. Baronni tejamkor turlardan deb hisoblayman. Ay, sen xizmatkorlik asoslarini yaxshi o'rganibsan. Kattakon rahmat xonim, barchasi xizmatkorlarning mehribon ta'limoti tufayli. Qanday ajoyib javob. Uning axloqi oddiy dehqonlarnikidan ancha yuqori, to'g'rimi azizim? Albatta, garchi u iste'dodsiz bo'lsa ham. Meni tekshirib ko'rganmikan? Buni qara-ya, sening iste'doding yo'qmi, Alin? Aha, men esa sehrgar ayolman. Sehrgar? Bu 2 yulduzli iste'dod. Yaxshi-ku. Va mening katta akam Mixay Qilichboz. Cecil, senga qancha aytishim kerak, iste'dodlaring bilan maqtanma. Nega faqat men iste'dodsizman? Xafa bo'lma, Thomas. Sen qirollik poytaxti Nobles kollejiga borasan. Ammo men ham Mixay akam kabi akademiya shahriga bormoqchi edim. Afsuski mumkin emas. Akademiya shahriga faqat iste'dodlilargina bora oladi. Men ham iste'dodim yo'qligi sababli Nobles shahriga borganman. Ammo aynan shu yerda seni onangni uchratib, oila qurganmiz. Bunga xafa bo'lma, Thomas. Mayli. Meni kechir, Thomas. Nega u menga bunday qarayapti? Alen, ko'chaga chiqyapsanmi? Ha, bugun tushdan keyin dam olaman.
Bu joy qishloqqa nisbatan butunlay boshqacha dunyo. Bu sayyohlar gildiyasi. Kechirasiz, xonim. Men sayohatchi bo'la olamanmi? Yoshing nechida? 8 yoshdaman. Voy uzr, yosh bola sayyoh sifatida ro'yxatdan o'tish uchun 12 yoshdan katta bo'lishi kerak. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Dadamning hurmati yuzasidan xizmatkorlik qilyapman. Lekin yirtqich ovlashdan voz kechmayman. Ma'lumot to'plash kerak. Bu mukofotlar ekan. Shoxli quyonlar bor va D darajali qurbaqa va maxluqlar bor. Va C darajali zirhli chumolilar ham bor. 3 kumushtanga turadi. Voy kichkina bola. Bu yer o'yin maydonchasi emas. Kechirasiz janob, men ketyapman. Aytgancha. Nima uchun bu mukofotlarda ularni paydo bo'ladigan joylar ko'rsatilmagan? Chunki bu maxluqlarni hamma joydan topish mumkin. To'xta, qachondan beri seni o'qituvching bo'lib qoldim? Men shunchaki qiziquvchanman. Xo'sh, maxluqlarga nima uchun har xil daraja beriladi? Uyingga keta qol. Savolimga javob bersangiz ketaman. Mayli, maxluqlarning darajasi shahardan qancha uzoq bo'lsa, shuncha yuqori bo'ladi. Demak, yuqori darajalilar oq ajdarho tog'larida yashaydi. Taslim bo'ldi va menga aytyapti. Bir murdegalsh bor. Mash shu maxluqning nomi bilan atalgan. Nima uchun hech kim bu maxluqni ovlamagan? U qimmat turadi va hatto joyi ham aytib berilgan. Chunki u juda kuchli, tezligi uni yanada halokatli qiladi. Buni ritsarlar qo'shiniga qoldirganimiz Bu yaxshiroq. odam menga hamma narsani aytib beryapti. Bu oq ajdarho haqida nima deysiz? Ko'rinishdan uning mukofoti anchadan beri turibdi. Hoy, sen ketmoqchi eding-ku. Bu so'nggi savol. Tugatganingizdan keyin ketishga va'da Chunki beraman. u juda kuchli, shunchalikki sen hatto siyib qo'yasan. Ammo oq ajdarho tog'larida juda katta miqdorda metrikonlari bor va ba'zi odamlar uni qazib olishga intilmoqda. Shuning uchun mukofot 10 yillar davomida balandlashib kelmoqda. O, endi tushundim. Demak, mitril 1000 oltin tangadan qimmat bo'lishi kerak. Hoy, Ravi. Yo, Mukofotni hammasini olib bo'ldik. Keling endi ichaylik. Ha? Bu kichkina yigit kim? Qora soch va ko'zga ega odamlar kim? Men bu yaxshi yigitdan maxluqlar haqida o'rganayotgan edim. Bu uchun kattakon rahmat, janob. shunchaki hozirroq bu yerdan ket. Men bilmoqchi bo'lgan deyarli hamma narsani, tafsilotlarini oldim. Endi men keyingi maqsadga tayyorman. Juda sovuq, lekin men qimmatli topgan dam olish vaqtimni behuda o'tkazmayman. Bundan oxirgacha foydalanaman. To'xta, kichkina bolakay. Sayohat ruxsatnomasi. Mana, Voy, kechirasan, seni Granvillardan ekanligingni bilmagan ekanman. hech qisi yo'q. Shuning uchun buni saqlab qo'yishimni aytgan ekanda. Bu tashqariga va ichkariga kirishga bepul yo'llanma bo'ladi. Darvozani ochinglar. Mayli. Kechirasiz, sizga qo'rqish kerak emasmi? Men istagancha maxluqlar bilan jang qila olaman. Men bu kunlarni 8 yildan beri kutgandim. Ketaveraman. Kechirasiz, ketib qoldi. Men shahardan uzoqqa ketmasligim kerak. Aks holda maxluqlar juda kuchli bo'lib qoladi. Men 10 kilometr atrofida D darajali maxluqlarni nishonga olaman. Bu yaxshi joyga o'xshaydi. Avval chaqirilgan mavjudotlarni qobiliyatini sinab ko'raman. Chiq, Phoenix. Yaxshi Phoenix, shu yerga qo'n. Endi 1 metr o'ngga yur. Yaxshi bajarding, yaxshi bola, Phoenix. Phoenixni hozirgi intellekti 150. Bu uni buyruqlarni tushunishga yetarlicha aqlli qiladi. Bu yerga kelayotganimda hech qanday maxluqqa duch kelmadim. Aniq uchrashuvning yomon darajasi. Ularni o'zim qidirganim ma'qul bo'ladi. Yana 5 tasini chaqirish. Yaqindagi maxluqlarni topish uchun qirg'iy ko'zlar mahoratidan foydalaning. Ularni istaganimda chaqirib olish juda foydali ekan. Buni boshqa mavjudotlar bilan sinab ko'rganim yaxshi. Tama, seni chaqiraman. Yaxshi Tama, bu yoqqa kel. Taxminan u meni tushuna olmaydi. Atigi 28 intellekt bilan. Mayli. Unda Dogoroni vaqti keldi. Sovg'adan foydalanish kerak. Topdingmi? Ajoyib. Qani maxluqlar. Keyingi safar buyruqlarimni aniqroq berishim kerak. Masalan, ularni masofaviy cheklovini.
Nihoyat harakat boshlanadi. Bular goblinlar bo'lishi kerak. Chaqirish, Tama, 5 marta. Va bu hammasi emas. Yana 5 marta, jami 10 ta. Men mahluqlarimni ko'z bilan ilg'ay oladigan har qanday joyga 50 metr radiusga chaqirishim mumkin. Hujumga, Tama. Albatta, juda oson. Yoki unday emas. Buni hali sinab ko'rganim yo'q, lekin ishlaydi deb o'ylayman. Kel, Papillon. O'ylaganimdek, bu chang ularni uyquga ketkazadi. Buni o'ldirishga yetmadi, shundaymi? Yaxshi, 5 tasini mag'lub etib, 1000 ta tajriba oldim. Zo'ra. Tajriba yig'ishda samaradorlik muhim. Garchi bitta goblin katta cho'chqadek bo'lmasa ham, ularni mag'lub etishga kamroq vaqt ketadi. Shuning uchun buni yaxshiroq bitirdim. Endi ishlar yurishib ketadi. Qani Xonix, yana goblinlarni top. Agar shu yerda 3 kilometr radiusda 5 yoki undan ko'p goblinlar guruhi bo'lsa, menga xabar ber. Bugun quyidagilarni ovladim. 5 ta shoxli quyon va 80 ta goblin. Bu 16050 qiymatidagi tajriba. Assalom. Men 2 marta darajamni oshirdim. Bu eng zo'r dam olish kuni bo'ldi. Men Papillonning zaiflashtirish ta'siri haqida ham muhim ma'lumot topdim. Goblinlarga qarshi ishlatilganda taxminan 80% uyquga ketish ehtimoli bor. Bu shuni ko'rsatadiki, hatto bir marta chaqiruvim ham ko'plab mahluqlarga qarshi foydalana olaman. Men sehrli toshlar haqida ham biroz o'rgandim. D darajali toshlarni I darajali mahluqlarni yaratish uchun foydalanib bo'lmaydi. Albatta teskarisi ham ishlamaydi. Past darajali chaqiruvlarimda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlarda diqqatli bo'lishim kerak. Yaxshi, ov qilish davom etadi. Qani, Xonix. Nima bo'ldi? Kech tushib qoldimi? Hali davom etamiz. To'xtang, siz kechasi ko'ra olmaysiz, shunaqami? Sizlar shunaqamisizlar? Jiddiy aytyapsizmi? Aytmoqchi, ular boyqush emas-ku. To'xtanglarchi, men shaharga qaytishda menga yo'l ko'rsatish uchun Xonixlardan umid qilgandim. Demak, boshqacha qilib aytganda, men o'rmonda adashib qoldimmi? Endi uyga qanday qaytaman? Meduza daybingdan uzoqlashmang. Aytib-sizlar bilan har doim. 1 oydan keyin. Temir sharlar uchun shu narsani o'ylagandim. Ha, ular ajoyib. 3 tasi 60 tanga olsang bo'ladi. Mayli. Men toshlardan kuchliroq narsa ishlatish uchun bularni buyurtma qildim. Ular kuchli zarar yetkazishi kerak. Shundan beri yana 4 marta mahluq oviga chiqdim va endi 12-darajadaman. XP'im uchun oson mahluqlarni o'ldirib, yaxshiroq uskunalarni to'playapman. Har qanday o'yinda sinovdan o'tgan strategiya. Alin. Sen bilan gaplashishimiz kerak. Ha, Alin, 2 oy ichida o'zingni juda qobiliyatli xizmatkor sifatida ko'rsatding. Sebas va Rikel ham hamma ishlaringni yaxshi bajarganingda aytishdi. bu uchun rahmat. Ammo dam olish kunlarida nima qilayotganingni bilishim kerak. Ha? Har doim erta chiqib ketasan, lekin qorong'u tushgandan keyin qaytasan. Albatta dam olish kunlaringda xohlagancha ishlatishingga haqlisan, lekin men seni harakatlaringdan xabardor bo'lib Ha, turmoqchiman. ular xavotirga tushishi tabiiy. Bu yerda iloji boricha haqli gapirish kerak. Men shahar tashqarisida mahluqlarni ovlayotgan edim. Nima uchun unday qilasan? Chunki men ovchi Rodinning o'g'liman. Ov qilish meni qonimda bor, janobim. Oh, tushunarli. Ha, bu shunchaki shoshib aytilgan gap, lekin to'g'ri tuyuldi. Olmaning tagiga olma tusharkanda baribir. To'g'ri, Alin, sen afsonaning o'g'lisan. Tabiating shunaqa bo'lsa kerak. Xo'sh, ovlagan shoxli quyonlaring bilan nima qilmoqchisan? Ha, shoxli quyonlar? Tushunarli, ular meni I darajali mahluqlarni ovlagan deb o'ylashyapti. Agar ularni go'shtini bozorga olib chiqib sotayotgan bo'lsang, buni to'xtat. Bu janjalga olib kelishi mumkin. Kechirasiz. Aslida men ularni shunchaki tashlab yuborardim. Buning o'rniga Granvel xonadoni sendan bu shoxli quyonlarni go'shtini sotib oladi. Har bir bog'i uchun 1 kumush tanga. Nima deysan? Va, rostdanmi?
Bu degani men ochiqchasiga ov qila olaman va go'shtlaridan pul ham ola olaman. Kattakon rahmat. Oradan 6 oy o'tdi. Bugun kamida 100 ta mavjudot ovlamoqchiman va cho'ntak puli va sehrli toshlar uchun ham shoxli quyonlarni ham bir nechta. Taxminan 5 tasi yetarli bo'ladi. Ha, g'alati mavjudotni topdingmi? Shu narsani yeb olib boraman. Nima bo'ldi? G'alati harakat qilyapsiz. Mayli. Ular tez harakat qilishyapti va meni uzoq olib borishyapti. Men ularga 3 kilometr ichida degandim. Bu yerdan qoch, Milchi. Unday qila olmayman. Sizlarsiz keta olmayman. Tezroq qoch. Men ularni ushlab turaman. Yordamga keldim. La'nati, temir sharlar ularni o'ldirish uchun yetarli emas. Bu ishtasini sarguzashtlar uyushmasida ko'rganman. Bu juda yomon jarohat, uni ahvoli og'ir. Ularning oldida chaqiruvlarimdan foydalana olmayman. Hammasini o'zim hal qilish vaqti keldi. Goblinni bitta qo'ling bilan eplab tur. Nima? Mayli, xo'p. Hozirda 12-darajadaman. Chaqiruvlarim bergan kuch tufayli hujum va chaqqonligim 300 dan yuqori. Shuning uchun ham chaqiruvlarimsiz D darajali mahluqlarni yenga olaman. Keyingisi. Raven. U ma'budlar sinovidan o'ta olmagandi. Unda uni shunchaki davola. Meni kechir, lekin sehrli quvvatim qolmadi. Bo'lishi mumkin emas. Raven o'lib qolma, iltimos, chidashing kerak. U shahargacha bo'lgan yo'lga chiday olmaydi. Men sinab ko'rmoqchi bo'lgan o'tlar bor. Rostami? Qancha so'rasang to'laymiz, iltimos Ravenni qutqargin. Bu hayot bargi. Buni benzinning qobiliyati yordamida yaratdim. U HP ni tiklashiga ishonchim komil. Xudoga shukr. Ahvoling yaxshimi? Rita, Milsi, Ahvoling yaxshimi? Og'riqlaring bormi? jarohatim. Omon qolganingizdan xursandman. Bu senmisan? Rita xonim, sizda ham jarohat borga o'xshaydi. Keling, uni davolaymiz. Bu axir muallersi gulimi yoki boshqa biror bankmi? Bu juda ham qimmatli davolash vositasi. Bunga tashvishlanmang. Bu ularni o'ylaganidan umuman boshqacha. Bizni qutqarganing uchun rahmat. Sen o'sha gildiyadagi bolasan, to'g'rimi? Ha, endi bu jarohatlar haqida tashvishlanishga hojat yo'q. Shunday qilib, men yo'lda davom etaman. To'xta, iltimos. Sendan qarzimizdan qutulishga ruxsat ber. Hayotimda sendan qarzdorman, bolakay. Ahmoqvoy, agar kundalik maqsadimga erishmoqchi bo'lsam, darhol ishimga qaytishim kerak. Mayli, unda men hech kimga aytmasligingizni so'rayman. Albatta, agar yana biror narsa kerak bo'lsa, bizga ayt. Aslida sehrli toshlar to'playapman. Menga 100 ta iyrakli toshlar yig'ib bera olasizmi? Shunchaki shumi? Ha, albatta. Oddiy odamlar uchun bu foydasiz bo'lishi mumkin, lekin men kabi chaqiruvchilar uchun bu muhim narsadir. Tushunarli. Bir hafta ichida tayyorlab qo'yamiz. Ko'rishguncha. Xayr. Dadam Müller zeguldan foydalangandan keyin to'liq tiklanish uchun 1 oy vaqt ketdi. Lekin Raven darhol tuzatadi, hayot bargi bilan. Bu menga quyidagi xulosani berdi. Müller zeguli maksimal miqdorga nisbatan ma'lum bir miqdordagi jonni tiklaydi. Bu foizga asoslangan tiklanish vositasi. Hozirda hayot bargi bu belgilangan jonni tiklaydigan vosita. Bundan tashqari, jangda har bir goblin uchun faqat 160 XP to'pladim. Bu ularni yolg'iz ovlaganimga nisbatan 80%. Demak, guruhda mahluqlar bilan jang qilganda XP odamlar soniga bog'liq ekanda. Endi eng katta muammoga kelsak. Chiqa qol, Phoenix. Nima uchun buyruqlarni mensimading? Men senga 3 kilometr radiusda 5 yoki undan ortiq goblinni topishni buyurgan edim, to'g'rimi? O'sha sarguzashtlar haqida qayg'urding, ularni qutqarishni xohladingmi? Bu ajablanarli, rostdan ham aqling bor ekan, do'stim. Menimcha mening qobiliyatim faqat chaqiruvdan foydalanishim va ularga buyruq berishim uchun deb o'ylagandim. Lekin undan ko'p narsa borga o'xshaydi. Phoenix o'z his-tuyg'ularini meni buyrug'imdan ustun qo'ydi va Ravenning guruhida muammo borligi sababli meni u yoqqa olib bordi. Bu ajoyib. Elmiya ajoyib chaqiriladigan mahluqlarni yaratgan.
Kechirasan, Xonix, seni xafa qilishni istamagandim. Agar yana bunday holat yuz bersa, kelajakda buyruqlarni berishda yanada ehtiyotkor bo'laman. Jamoamda ekanligingdan xursandman. Ozgina chaproqqa. Uzoq o'tib ketding, ahmoq. Nega bu ishda juda yomonsan? Kechirasiz. Xonix, uni ko'lga tashlab yuborsang-chi, maylimi? Haligi xonim, so'rasam maylimi? Sizga Miroba nimaga kerakligini? Shirin pecheni pishirishim uchun kerak. Bu nima uchun muhim edi? Chunki katta akam Mixay kelasi bahorda uyga kelyapti, tentak. Ha? Kim qildi buni? Miau. Bu mushuk ekan. Yana uxlashga.